aytishim sal nelogichno bo'lib qoladi-da. Da. Ну, men o'zimni boya yomon shu gapni gapirib keldi. Gapiraman, olasizlar kelsanglar, чтоб повыёбываться тоже ba'zilar keladi. Juddiy maqsad. Qo'pollik aytgan. Maqtanish zo'r maqsad. Uchta toifadagi odamlarni men o'zim uchun ajratib olganman. Birinchisi o'sha noluvchilar. Вообще zayo'g bilan ishlash, to'g'risi o'ta qiynab tashlaydi. Voy, qilaveradi har narsaga. Ha, bir haligi o'xshamayapti deyaveradi. Haligi naqaga o'xshaydi. Bunaqa odamlar kimga o'xshaydi? Mana fitness klubga chiqibdi, ertasi kuni mushak og'riganiga yig'lab yuradi. Og'riydi, xohlasang xohlamasang og'riydi. Buni oldindan bilib qo'yish kerak. Ikkinchi toifadagi odamlar haligi couple trialda, ya'ni bir necha marta qilib qo'yadi-da, bo'ldi, menda bo'lmasa kerak. 3-4 ta qilib qo'ygandan keyin o'xshamaydi, masalan, kitob ochitda o'qib ko'radi 5-6 marta. Cho'ta men tez o'qolmayman, bo'ldi. Menga emas ekan deydi. Mana shu 3-toifadagi odamlar menda odatda muvaffaqiyatga erishadi. Bular pozitiv befarqlik degan. Men bilmayman psixologiyada bormi bunaqa narsa. Men o'zim mana shu terminni ishlataman ko'p. Pozitiv befarqlik bu unaqa. Qiyin bo'ladimi, oson bo'ladimi, erta turish kerakmi, nimadir qilish kerakmi, 2 soat qattiq o'tirish kerakmi? Farqi yo'q, odam qilaveradi shu ish. U aqlli emas uncha. Mana biz yo'nalishda aqlli bo'lish shart emas. Bilmadim, IELTSda ham shunaqa deb o'ylayman. Aqlli bo'lish shart emas. Vot sababini aytaman. Men chunki 2-8,5 taniyman. Men hozir tushuntiraman. Men chunki taniyman. Endi kim bilan qiliyligini taqqoslayotganingizga. Shabisni, da. Endi mana shu pozitiv befarq odamlar menda zo'r natijalarga erishadi. Ularga qil desang, ular qilaveradi. Misol uchun haligi naqa odamlarga o'xshaydi. Nima deydi haligi? Tuflining ichiga tosh kirib qolganda, og'risa ham yuraveradigan odamlar-da bular. Pofik, короче, bak. Qiyin emasmi? Ani просто yana qayta qilaveradi, yiqilib yana turaveradigan odamlarga o'xshaydi. Mana shunaqa insonlar mana doim natijaga erishadi. Sredniy aql bo'lsa bo'ldi. Menimcha IELTSda ham shunaqa o'rtacha aql egasi bo'lsa bo'ldi. High level haligi skorlarni ko'rsatish mumkin deb o'ylayman, chista mehnatni o'zida. O'ta bir aqlli qanaqadir geniy bo'lish kerak emas menda nazarimda. Xayolim shunaqa. Birinchisi nima edi? Dangisalar anaqa noluvchilar. Aha. Noluvchilar ularga udobni nolib yurish, chunki ответственность olmayapti, mas'uliyatni, to'g'rimi? Agar ne day bu tushunib qolsa, shu o'zi harakat qilmasa bo'lmasligini, ularning hayoti ostin-ustin bo'lib ketib qoladi. Yoki masalan, ishidan noliydi, keyin siz aytasiz, "Ay, ishingni tashlab boshqa ish qil" desda, yo'q, qilmaydi, to'g'rimi? Chunki nololmaydi. Ha, nololmaydi. U o'zining komfort zonasida shunaqa komfortni yashashga ustроиться qilgan, что уже chiqolmaydi. Bitta ikkita trial qilib tashlab ketadigan men o'ylayman, ularni dешёвый dofaminni narkomanlari-da. Bitta qildi, o'xshadi, va desada, ularda keyin pozitivniy подкрепление bo'ladi, keyin o'tadi. Ammo pozitiv befarqlik deganingiz u birovlarning fikriga